Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2003 yili 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay. Avtori Nur Rozi. 19-bob. Davomi. Oldingi kuni tong saharda Anjambay tog' inqilobchilarini boshlab kelganda, yuragi pok-pok opal amaldorlari sarosimiga tushib, jon qayg'usida taraf-taraflarga petirab qochib, canlarini yaqığa ilişti. Lekin kambag'al, ojiz bechoralar xushalliqqa cho'mib, tantana qilishdi. Ajabmi obdan dakkisini berdi. Baldurroq mushundoq jajisini bergan bo'lsa, texmi obdan bo'ladi. Elimo Xudoga shukr. Endi bizningmo yo'lanchikimiz bor bo'ldi. Lekin kechasi kun chiqish tarafdan uzilmay etilayotgan o'q ovozlarini anglaverib, xalqning ko'ngli yana yerim bo'ldi. Voy Xudoyim, ular yana so'qishyotadi. Ah Xudo, tog' inqilobchilarini omon eson qilg'aysan. Anjambayni panohingda saqlag'aysan. Ular shu holda dakki-dukkida tongni otqizishdi. O'q ovozlarimi anglamay qoldi. Ular tog' inqilobchilarining xim xatarga uchrab qolishidan ansirab, ularning yo'liga talmurib qarab turayotganda, kun petish tarafdan osmon palak to'pa-chang ko'tarilib qoldi. Ular hayron bo'lib turishganda, yiroqdan nurg'unlagan otliqlarning qarsi ko'rinishga boshladi. Birdamdan keyin qorallarini esishgan qalpoqliq, tumoqliq, cho'ruqliq, o'tiklik, juvuliq, qora, ko'k, ola choponliq, chach soqollari o'suk, yodong'u, lekin ruhliq odamlar otlarini choptirishgan holda tog' inqilobchilari naqshisini yangirtib aytib, opal bozorga kirib kelishdi. Tog' inqilobchilari biz tog'da obdan jam bo'lishgan. Zulmni yo'q qilish uchun uyul tashdek ching uyushgan. Qo'zg'alayli, uyushayli, birdek olg'a otlanayli. Erkin ozoda yashash uchun zolimlarni yo'q qilayli. Qo'zg'alimiz, qul bo'lmaymiz. Amdi uxlab jim yotmaymiz. O'lsak shahid, qolsak g'ozi, orqaga aslo yonmaymiz. Vurra, vurra, vurra. Ular shu holda bozorni bir aylanib chiqishdi. Ondan uyushma zaliga kelishdi. Jamoat zo'qlanish, ayminish bilan ularga qarashatdi. Tog' inqilobchilari oldi bilan do'rg'a 15larni odamlarni chaqirib kelish uchun taraf-taraflarga mangdirishdi. Ondan o'qituvchilarga tayyor shuar nusxasini topshirib, ko'paytib yezib chaplashni jekeladi. Chush bo'lay deb qoldi. Odamlarmi kelishga boshladi. Tog' inqilobchilarining qo'rallari xil edi. Ular yo'llarda, do'qmushlarda, o'gizlarda, tog' cho'qilarda pilimut, avtomatlarni tutishgan holda yiroqlarga ko'z tikib kuzatatdi. Otliq kuzatchilarmi chip-chip yurishatdi. Etakdek kang saman qog'ozlarga yozilgan shuarlar tomlarga, eshiklarga, dal daraxtlarga chaplangan edi. Yashson xalq ozodligi, go'mindan aksiyatchilarni yo'qtayli, azguchilarni yo'qtayli, xalqqa erkinlik, yer, suv kerak degandek quloqqa yoqadigan bu shuarlarni kishilar o'rib bilishgan edi. Chush bo'lganda hamma odam opal birlashma Uyg'ur uyushma zaliga to'plandi. Yig'ilgan odamlarning to'laliqidan 1000 kishilik bu cho'ng zalda ular shu topda xuddi tag'arga qachlangan chamg'ur savzidek tiqma-tiqmaq bo'lib turib ketishgan edi. Bu chaqda Anjambaymo Gaz daryosi bo'yidan yinib opal bozorga kirib keldi. U oldi bilan Tahir boshlab kelgan odamlarni bozorning do'qmushidagi Molla To'xti Mazinning oshxonasida o'qishtirib etgan go'shlik poloda mehmon qildi. Ondan ularni uzitib qo'yib, Tashmiliq tarafdan anglanayotgan gumbirlagan o'q ovozlariga quloq silib, birdam tinglab turdi-da, bir necha og'inlari bilan billa jamoat yig'ilgan uyushma zaliga kirib kelishdi. Dal shu chog'da egiz bo'y, gavdilik, qanşarliq, saqal burutlari pokiz qirilgan, chig'i yo'lliq baqsamtun, tulki tumoq kiygan qarimtuq bir odam salmoq qadam tashlab sahnaga chiqdi. U bu qitim opalga tushgan tog' inqilobchilarining boshlig'i Yusufjon degan kishi edi. Uning keynida avtomat tutishgan 4 yigit tik turdi. Yusufjon jamoatga salom bergandan keyin unlik so'zlashga boshladi.
Jamoat, biz hammanglarga ma'lum bo'lganidek, tog'dan tushgan tog' inqilobchilari, zulmga, ezilishga qarshi qo'zg'algan xalq o'g'lonlari bo'lmiz. Biz ezguchilarni va ularning orqa teriki go'midan aksiyatchilarini cho'qim yo'qitib, kambag'allarning, ojizlarning qisosini olamiz. Erkin ozoda zamon quramiz. Bu yo'limizdan hargiz yonmaymiz. O'lsak shahid, hayot qolsak g'ozi. G'alaba bizga mansub. Hozir bizning qurolimiz xil, to'liq, lekin odamimiz ozroq. To'liqlashga to'g'ri keladi. Bu qo'shinga kirishni xohlaganlarni qarshi olamiz. Hargiz zo'rlamaymiz. İxtiyor qilguvchilar bo'lsa, oldiga chiqsin. Qani marhamat. Zal ichi surlik jimjitlikqa cho'kdi. U uningga qarash qilib turdi. Dal shu chaqda biri unlik to'lidi. "Mana men bor, men qatnashiman." Jamoat ovoz chiqqan tarafga tang qarashdi-da, ko'zi Anjambayga tushib, uningga mamnunlik bilan tikilib qarab qilishdi. Anjambay tez minib oldiga o'tib, supining qishiga keldi-da, tog'dan tushgan qo'zg'olonchilarga qarab, o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib, egilib turib salom qildi. "Assalomu alaykum." Jamoatga qarab tik turishgan qo'zg'olonchilarmi, xuddi uningga o'xshashlar o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yishgan holda egilib turib, uning salomini ilik oldi. "Va alaykum assalom." Anjambay taqqada sakrab supiga chiqdi-da, orqasiga burilib zalda tiqma-tiqmaq holda o'ziga tikilib qarab turishgan jamoatga salom qildi. "Assalomu alaykum." Jamoatmi zamonning bo'ron chapqonlarida o'z ko'z oldida turgan opalning qora tiraklaridek ko'rkam, mazmun cho'ng bo'lgan o'zining bu o'g'loniga faxrlangan, hayajonlangan holda hurmat bilan qarab, xuddi qiroat qilgandekla ovozlarini so'zib chiqarib, uning salomini ilik oldi. "Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu." Jamoatning shu tapdagi salom sadosi xuddi qora bo'ronning o'rmonlikdagi gurkirishidek gurkirab chiqib, zalni larziga keltiribdi. Hatto 10 yetim yiroqlikdagi qora jilg'a, qizil jilg'a bo'ylariga anglanib, yana shundoq bo'ron gurkirgandek aks sado yondirdi. Anjambay o'ziga tikilib qarab turishgan tog' inqilobchilariga, andin jamoatga ting'irqigandek birdam qarab turib qoldi-yu, yana shu hamonla esiga kelib, burilib Yusufjonga qarab, "Ijozat bo'lsa, jamoatga deydigan 2 kalima so'zim bor edi, deb olgan bo'lsam", dedi. "Bo'ladi", dedi Yusufjon kulib turib. "So'zlang, bu yerdagi bugungi bu so'rin jamoatning, shundaqla jangga otlanadigan jamoat o'g'lonlarining so'rini. Har qanday gapingiz bo'lsa so'zlayvering. Qani marhamat." Anjambay yana jamoatga yuzlandi-da, ko'ksini kirib, qaddini tik tutib turib, unlik so'zlashga boshladi. "Tuqqanlarim, umumiy jamoat ahli, oldinglarda dardimni to'kib olay. Ko'nglimda barni deb puxodan chiqib olay. Ijozat qilgaysizlar. Hammanglarga ma'lum, nomim Anjambay. Taktimiz mushu opalliq. Men onamning qo'rsqida to'rilib, texi bu dunyoga ko'z ochmay turibla bu yurtdan qo'g'landim. Kishilarning yurtida musofirchilik, g'iriblik, muhtojlik azobini tortib yurib, bu dunyoga keldim. Ko'zimni ichibla dozoq bilan jannatni teng ko'rdim. Bu dunyo boylarning jannati, yo'qsullarning dozoqi ekan. Sababi ichi yomonlik, shumliq bilan to'lgan hukumat, ashu och ko'z, dili zahar bilan sug'urilgan zolim boylarning qo'lida ekan. Hukumat shularning qo'lida bo'lganlikdan ular kuchli ekan. Bo'riga o'xshash vahshiy, och ko'z ekan. Jannatning rohatida yashaydi ekan. Kambag'allarning hech nimasi yo'q ekan. Qanoatjon, qo'ydek yavash, ojiz ekan. Kaladek jafoliq ishlaydi ekan. Ularning taqdiri ashu och ko'z, zolim boylarning eligida ekan. Boylar ularni xohlagancha bo'lisimi, talisimi, oyoq osti qilsimi mayli ekan. Hech qanday savol so'riqi bo'lmaydi ekan. Men tug'ilibla ko'rganim mana mushundoq cheksiz zo'rliq, zo'mbuliq ichidagi vahshiy, qabohatlik, zulmatlik dunyo bo'ldi. Hozirmi hammamiz mushu jinoyatga to'lgan, haq-nahaq, ostin-ustin bo'lib ketgan vahshiy dunyoda jon talshyapmiz. Xudoyim bandalarning azobiga chidamaydi ekan. Biroq Xudoyimning qazini osti qaynaydi ekan.
lekin qaynasa tashidi ekan. Hergiz to'sib olg'ili bo'lmaydi ekan. O'rislar tavasida azob chekdan eshib ketganlikdan Xudoyimning amri bilan yo'qsullar birlashib qo'zg'alib, bir tavrabla zulmatlik dunyoning to'riki bo'lgan hukumatni yo'qotdi. Ochko'z, zolim, qon sho'rg'ichi boylarni hukm talqon qilibdi. Men buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Anglasam, ichkiri o'liklardimi xuddi shuningga o'xshash dahshatli zulmga qarshi qurolli qo'zg'alibdi. Mushu kunlarda zulmning to'riki bo'lgan hukumatning jini tumshqiga kelib qopti. Mana mava oldimizda turgan u orqasiga burilib sahnada tik turishgan tog' inqilobchilarni ko'rsatdi. Azmatlarmo ashularga o'xshashla jinini xalqqa Xudo yo'liga atab tog'dan tushibdi. Bizmo amdi tumuqimizni oldimizga qo'yib turib, obdan boshqa turayli. Boshqalar qilganni biz nima qila olmaymiz? Biz nimishqa qo'zg'almaymiz? Qachongacha quruq to'xidek do'kildab, uvimizni cho'rgilab yurimiz? Boshqalar allaqachonlar o'yg'andi. Biz yana qachongacha qiyomatning tushini ko'rib uxlab yotimiz? Bizning ulardan qanday yerimiz kam? Xudoyim, yaratishda men yaratdim. Yaralish o'zingdan debdikan. Shunga bizmo yaralish uchun, odamdek yashash uchun, o'rlik, yo'roqlik uchun, yer, suv uchun qo'zg'alayli. Bizga yashash uchun osh, non, kunning siriqi kerak. Hammamiz bir yoqidan bosh, bir yondan qo'l chiqarib, yo o'lim, yo ko'rim deb jon tikib ilishdiganlar bo'lsak, inshaalloh Xudoyim bizga madad berib, murod maqsadlarimizga yetkazadi. Miki deb injiqlab turmay, o'rnimizdan dast turib qo'zg'alayli. Pichoq so'ngaki yetdi, taqat qolmadi. Shunga menmo jinimni Xudo yo'liga, xalqimizning baxt saodatiga atadim. Jamoat, menga duo qilinglar. Ajdodlarimizning qisos uchun, avlodlarimizning omonlik uchun, o'rlik, barobarlik uchun jangga chiqay. Qinim, yurt, jamoat uchun oqqay. Xudoyim menga bu yo'lda tavranmay mang'udek qat'iy e'tiqod, dushmanlarni yengaligidek kuch-quvvat, shaytonlar aldirolmagidek aql farosat, bo'ynimga qilich tushsimi chiroyim o'ngmigidek, burutimmo tavrimigidek jasorat ato qilg'ay. Qani azmatlar, badanida erkak tuki bor yigitlar, maydonga chiqinglar. O'g'il bola jangga yaralgan. Xudo arzu armonlarimizni jamoatning diliga silib, tilakimizni ijobat qilg'aysan. Jamoat jangga chiqadigan azmatlar uchun duo qilinglar. Amin. Anjambayning ko'nglidagi bu jaranliqqa yorqin so'zlari jamoatning yuragini titratib, yig'in maydonini texmi bak tavirtibatdi. Xuddi lavuldab kuyayotgan o'tni texmi ulg'aytib qaynayotgan qozonni tashirayotgandek, tutashgan o'tqa yog' chechib, uni biroqla cho'ng yong'inga aylantirayotgandekla bo'ldi-da, jamoat berdilla ulug' kichik tinishlarini mishildab, esadib yig'lashlarini to'xtatib, Allah cho'qqan silishib duoga qo'l ko'tarishdi. Amin. 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 Al jamoat uchun jangga otlanadigan azmatlarga duo qilayli. Meni xatlab qo'ying. Mana meni. Jamoatning o'ttirisidan Baqaxonning xirqirab tovlagan ovozi anglandi. Menmo jangga chiqaman, miltiq ota olayman. Jamoat xuddi baldur uni ko'rmagandekla bo'yinlarini so'zishib uningga qarab qilishdi. U cho'ng qadam tashlab, egiz bo'yni tik tutib, aldirmay minib Udulla sahnaga chiqdi-da, o'g'lining o'ng yiniga o'tib, qo'l bog'lab turdi. Jamoat yana allaqachon ko'tarishdi. Barakalloh, Xudoyim murodiga yetkazgay. Baqaxonga duo qilayli. Jamoatning varan churunglarini bir ayolning zil ovozi besib tushdi. Menmi borman, meni xatlang. Dadisi balasi ketsa, menza bir qo'ling 4 bulonni beqib uyda yolg'iz o'ltiramdim. Meningmi 5 a'zoyim saq. Kirqat yuvalayman, oshtamoq etalayman. Boshqa kelsa botir bo'pti. Yomoniga kelsa texi qo'limga miltiq ola olayman. To'xtxon so'zliga sahnaga chiqib, o'g'lining so'l yiniga chiqdi. Jamoatning taraf-tarafdan To'xtxonga duo qilayli. Amin. Amin deb to'g'lagan duo sadolari zal ichini chang keltiribdi. Arqadalla Anjambayning inilari Qodir bilan Azizmu "Menmi borman? Menmi?" deb tang to'lishib sahnaga chiqdilar. Ularning orqasida turishdi. Jamoat ularning ikkilisiga tang duo qilish uchun
Amin, amin deb əmdila texi qo'lini ko'tarishiga qini qaynab turgan yoshlar o'zini bosolmay qilishdi-da, duoning to'xtashini kutmasdilar. Man deb tovlashib, yanglarini turishgan holda arqadan sahnaga chiqishga boshladi. O'zini ma'lum qilib sahnaga chiqqanlarning orasida o'qituvchilarmi, dehqon, oshpaz, navoiylarmi, yurt makonidan ayrilgan g'arib musofirlarmi, yilliqchi madikorlarmi bor edi. Shu topda qani yana kim bor deb yoshlarni sahnaga chiqishga da'vat qilish, qizitish hojatsiz bo'lib qolgan edi. Yoshlar falaqshib bas-basda sahnaga chiqaverdi. Uydagilardan so'rab boqay, nima deydikin deguchilar chiqmadi. Supining oldi qista-qistanchilik bo'lib ketdi. Jamoat texmi qizib qoldi. Ular oldiga chiqayotgan yoshlarga qo'llarini egiz ko'tarib, ovozlarini bo'lishcha qo'yib berib, xuddi qiroat qilgandekla ovozlarini so'zib chiqarib duo qilishadi. O'ttirga chiqib o'zini ma'lum qilganlarning sal silikkanligini bayqab qolgan bir buvay xirqiroq ovozda to'ladi. Men qirib qoldim, o'ttirga chiqolmadim. Bir baytilim bor edi, shuni otdim. Shug'unsi shoshroq. U yo'tilib ketib, bir hazagacha mukchiyib turib qoldi. Uning yo'tili to'xtab bo'lgacha, uning yenidagi bir buvay uningga chaqchaq qildi. Balli og'ina, qirg'anligini tan olmay, texi bir oy ilgarila qilcha xotin oldinglig'u. Mana amdiza o'ttirga chiqadigan chaqda yilinglar chiqib ketdimi? Qirsaqmi chandurmayli jumo? Jamoat paraq-puruq kulishib ketishdi. Balan gap bo'ldi. Shundoq qilayli. Kuchimiz barlar kuchimizni, melimiz barlar melimizni chiqarayli. Bo'ldigan gap bir yoqidan bosh, bir yondan qo'l chiqarish degan mana shu. Menmo bir etimni, menmo bir ot. Ularg'imi jamoat duolarini aymay qilishdi. Jamoatning to'xtamay qilgan duolarining madadi tashakkur bildirib salgan cho'qan sadolarining to'lqinida shu kuni dal shu maydonda 70 odam jamoatning duolarini ilib jangga otlanish uchun o'zini tizimlatdi. Uningdan boshqa yana 40 otning egalari tizimlandi. Buning ichida yaqin atrofdagi qo'shni yizlardan xabar tepib kelganlarmi bor edi. Jumaxunmi o'zini tizimlatish uchun sahnaga chiqqan edi. Ota-onasi, enilari cho'cho'rdak ushoq 7 balang tursa, ularga kim qaraydi? Bo'ldi, sen balalaringni boq, uylarga qara deb uni o'zini ma'lum qilishga qo'ymadi. Jamoatga issiq chiroy bilan ko'z tikib turishgan tog' iniqlabchilarning boshlarini bir yerga qilib bir nimlarni deyishdi. Oradan yig'in boshqarayotgan Yusufjon o'rnidan turdi. U qo'lini ko'tarib jamoatning jim bo'lishini ishora qildi. Varanchurum shu hamon to'xtadi. Jamoat dedi Yusufjon. Ular jim bo'lishgandan keyin bugun bu so'rinda ko'pchilik o'zining uyg'onganligini namoyon qildi. Jamoatga rahmat. Shundoq, albatta uyg'onish kerak. Uyg'ongandala andin jaholatni go'rga tiqqili, zulmgarlarning hukumatini yo'qotqili, xalqni baxt saodatga erishtirgili bo'ladi. Biz baya Anjambayning boshchiligida nurg'unlagan yigitlarimizning o'z hayotini ashu ulug' nishonga otib etganligini bildirib, o'ttirga chiqqanligini ko'rdik. Bizda mana shunday iroda, g'ayrat, ruh bo'lsa, biz cho'qim g'alaba qilamiz. Biz uyg'onayli, yanami uyg'onayli. Talto'kis uyg'onayli. Uyg'onishning o'zi asoratdan qutulish, zulmni yo'qotib, ozodlikni qo'lga keltirish, jaholatni yo'qotish darvozasining ochilganligini ko'rsatdi. Bizning yetaklash nishonimiz, yetaklash chora usullarimiz, uyg'ongan, uyushgan, birlikka kelgan kuchimiz, zamonga loyiq qo'limiz bo'lsa, inshaalloh biz cho'qim g'alaba qilamiz. Maqsadlarimizga cho'qim yetamiz. Xo'sh, jamoat, endi biz sirtqa chiqib, bizning xili kuchli qurolimizning borligini, uning kuchining dushmanlarini kumpay-kum qilishga qodir ekanligini tomosha qilib ko'rib boqayli. Jamoat varang-churung qilishgan holda qistilishib, sirtqa chiqishga boshladi. Yusufjon jamoat orasidan Naib Bagni izlab topdi. Naib Bag, dedi Yusufjon uningga surli qiyofatda tikilib qarab. Bizga bugunla 100 ot tepib bering. Ishiltib bo'libla yana egalarga qaytarib beramiz. Xotirjam bo'ling.
Xo'p, boshliq janoblari, amalni qilay. Janob Panap deydigan gapni amda qilmang. İsmimizni atsangizlar kifoya. Obdan, ko'nikib qilib, bizning gapimizga mo ko'nikung. Tizmang. Naib begning beshi toza qatdi. 100 at, voy xudoyim. Shuncha atni kech kirgicha nerdan topidi? E'tibor baylar atlarni ilib qechib ketishdi. Hamda balaga meni boshlab qo'yishdi. Beshim ikki toshning orasida qoldi. Ikki toshning orasida qolgan narsa cho'qim yong'oqdek chiqiladi. 100 at. Voy xudoyim, balduruq chaqalardigo bunchalik atlarning kori chaqaliq edi. Qamchini birlashilsam 100 at degan bir damdala tayyor bo'ladi. Hamda unda qilg'ili bo'lmaydigan zaman bo'lib qoldi. Hay deydiganlar chiqib qoldi. Voy xudoyim. Jamoat inqilobchilarning qorallarini ko'rib beqish qizg'inligida varan-churun silishib, o'gizlari kuyib, gumurlib tushgan gazarma sepalaning atroflariga to'plashdi. Jamoat orasida inqilobchilarning karomat bir quroli bor ekan degan parang tarqalib, shuncha kangri maydon birdamdala odamlarga to'shib ketdi. Qistongchilikda hatto ba'zilar o'gizlarga, daraxtlarga chiqib olishdi-da, qani deyishib, bo'yinlarini uyon so'zishib qarashqa boshladi. Dal shu chog'da ikki yigit oldida kichik bolaning bilekchilik inchga qoni bor, ikki chaqliq bir nimani ittirib jamoat orasiga kirib keldi. Posh, yo'lni bo'shtinglar, qurolni o'tkazib olayli. Jamoat bo'yinlarini so'zishib shunda qarabla davrangi cho'ng u qurolning cho'ngluqi aranli to'pa to'shiydigan yolg'iz kishilik yog'och g'altakchiliklar keldigan, o'zimi xuddi ashunda g'altakkalar o'xshaydigan ikki chaqliq ekanligini ko'rib, g'ulg'ula qilishqili turdi. Eshakmo bemalol so'rab ma'lug'dak uni. Bu kichikkina ovqatning kuchi nimaga yetadikin tang? Shu arada tag' iniqlablardan ikki yigit heliqi g'altak harvaga o'xshaydigan qurolni sepilga qaratib to'g'rilab bo'ldi. Yusufjonning ishorati bilan zambirakdan arqadan gumburlab etilgan ikki pay o'qda sepil gumurlib tushib, kala harvasi patqudak yo'qonla ikki to'shik ichildi. Shu hamon jamoat orasida cho'qon ko'tarildi. Paqpa, nochkango bu qurol. Qaltis kuchi bor ekan, shahar sepilni mo teshib talaydi ekan. Go'mindonchilarning o'sini kumpay-kum qilib talaydi ekan. O'rislar yozgandek qiladi. Kech kirib qoldi. Kun opal tog'larining kayniga o'tib ketdi. Tog' inqilobchilarmo tashmiliqqa berish uchun yo'lga chiqishdi. Ularning orasida opalda qo'shilgan 70 odam, 70 atlı bor edi. Anjambay dadisi bilan onasining ular bilan birga mingishiga unimidi. Hozir naga berib, nada turishimiz noma'lum. Muqim bir yerga o'rnashib olgandan keyin ondan sizlarni yenimizga olib olamiz. Baqaqun bilan To'xtixon ilojsiz qilib qoldi. Demisi rost, biz qirib qoldik. Ularga yuk bo'lib qolsak bo'lmaydi. Buni balalar og'izdan chiqarmagani bilan ahvolni biz tushunamiz. Xayr, bo'pti. Hozircha turib turayli. Keyincha bizga mo Xudoyimning buyrug'ini bordir, deb o'ylashdi ular va yig'lamsirab turib balalarga duo qildi. Sizlarni Xudoyimga topshirdik. Xudoyim murod maqsadlaringizga yetkazgay. 19-bob tugadi.